Xurmolarni tayida, solinishida chiroyli e'tibor bilan qilish kerak. Mana sanchilmasa kerak. Sanchilgandan keyin zaha bo'ladi. Bu o'zimizga mana taylari ham bir xil. Mana taylar ko'ring. Mana. Paqirlarga uzilsa, xurmolar paqirga. Mana paqirda kelgandan keyin mana olib keladi-da, olib kelgandan keyin mana qarang. Bunda aql to'kadi. Mana shunda xurmo mahsuloti urinadi, qarang. Bunday qilgandan keyin bir-biriga sanchiladi-da. Paqir kerak bo'ladi. Yana daraxtga olib chiqish kerak-da. Shunda xurmo zaharlanib qoladi. Har qanday meva, gilosmi, shoftolimi, buni uzib olib kelish kerak-da. Tarsinka olibdi. Mana 2 kilo, 3 kilo, 4 kilolik paqir. Naql opalarimiz oldiga qo'yib berish kerak. Bo'ldi. Mana shunda mahsulot urinmaydi. Keyin bu xolodilniklarga, furalarga borishda sifatsiz mahsulot bo'lmaydi, sifatli bo'lib boradi. Shunga e'tibor qaratishimiz kerak. Endi bu bog'lar tartibini ham shunaqa qilamiz, xudo xolasa bog'larda alohida joylar qilish kerak. Bu ishlayotgan opa-singillarimizga qulay sharoit, tez xolodilniklarga olib kirish kerak. Shuni tartibga qo'yishimiz kerak. Shunda mahsulot urinmaydi. Shunda mahsulot aytgan joyiga tez xolodilnikka kirsa, o'zini quvvatini va chidamli darajasini yetkazib oladi. Shunga harakat qilishimiz kerak, xudo xolasa.